Toni Kroos shunday futbolchi edi. U sprint bilan odamni yondirmaydi, u fint bilan odamni kuldirib qo'ymaydi. Lekin u bitta narsani mukammal qiladi: qarorini. Futbolda hamma narsa ko'p bo'lishi mumkin, lekin eng qimmat narsa bu vaqt. Kroos esa vaqtni o'g'irlamaydi, u vaqtni yaratadi. Bitta pas va butun jamoa uyg'onadi. Bitta pas va raqibning tuzilmasi buziladi. Bitta pas va stadion ichida hamma bitta narsani sezadi. Bu o'yin boshqarilyapti. Kroos maydonda afsona bo'lish uchun baqirmagan. U shunchaki har safar to'g'ri qaror qilgan. Bu hikoya qanday qilib yulduz bo'lish haqida emas. Bu hikoya qanday qilib sokin odam butun o'yinni egallash haqida. Like bosib obuna bo'lib qo'ying. Biz boshladik. Har bir afsona shovqin bilan boshlanmaydi. Ba'zilar jimlikda shakllanadi. Toni Kroosning bolaligi katta shaharlar, akademiyalar yoki kameralar orasida o'tmagan. U Greifswaldda ulg'aydi, oddiy joyda, oddiy sharoitda. Bu yerda hech kim baqirmaydi, hech kim seni yulduz deb chaqirmaydi ham. Bu yerda faqat bitta narsa bor: tartib. Kroos bolaligidan iste'dodga suyanib yashamadi. U tizim bilan o'sdi. Takror, yana takror va yana. Bu zerikarli ko'rinardi, bu qiziqarli emasdi, bu hech kimni hayajonga ham solmasdi. Lekin aynan shu zerikish ichida aniqlik tug'iladi. Kroos o'sha paytdanoq bitta narsani o'rgandi: shoshilmaslikni. Futbolda hamma tez bo'lishga intiladi, u esa to'g'ri bo'lishni tanladi. Xotirjamlik uning uchun birinchi quroliga aylanadi. Ovoz ko'tarmasdan, hissiyotsiz. Bu ovozsiz tarbiya edi. Buyruqsiz, majburlashsiz, faqat bitta savol bilan: yana yaxshiroq qilsa bo'ladimi? Va Kroos har safar bitta javob berardi: ha, yana bir marta. Men bolaligimdan shuni his qilganman. Futbol faqat tez yugurish emas. Agar sen doim shoshilsang, bir kun kelib o'yin seni majbur qiladi. Men esa shoshilmaslikni o'rganishga harakat qilardim. To'p kelganda avval qarash, keyin qaror qilish. Bu ko'nikma keyinroq juda muhim bo'lib chiqdi. Chunki yuqori darajada futbol jismoniy emas, ko'proq aqliy o'yinga aylanadi. Bu bolalik Kroosni yulduzga aylantirmadi, lekin uni tayyor qildi. Chunki oldinda u juda shovqinli joyga kirardi, bosimga, talabga va katta klubga. Va o'sha joyda bitta savol paydo bo'ladi: jim ulg'aygan bola katta sahnaga chiday oladimi? Agar Greifswald jimlik bo'lsa, Bavariya bu shovqin edi. Bayern Myunih bu rivojlanish maktabi emas, bu natija zavodi. Toni Kroos bu yerga juda erta keldi, juda sokin, juda xotirjam va juda tez unga bitta yorliq yopishtirildi: geniy. Dastlab maqtov, keyin kutish, keyin esa bosim. Chunki Bavariyada bitta qoida bor: agar sen yosh bo'lsang, 2 barobar isbotlaysan. Maydon tez edi, o'yin agressiv, talab esa shafqatsiz. Va shu yerda yana savol tug'iladi: sokin bola bu tempga moslasha oladimi? Ba'zilar Kroosni tushunmadi, sekin deyishdi, jismonan kuchsiz deyishdi. Bundesliga uchun juda yumshoq deyishdi. Lekin Kroos buni bahsga aylantirmadi. U qichqirmadi, u bahslashmadi, u o'yinini o'zgartirmadi. U faqat bitta narsani tushundi: bu darajada jim bo'lish yetmaydi. Bu darajada o'zingni topish kerak. Va ba'zan buning uchun bir qadam ortga chekinish ham kerak bo'ladi. Bavariya uni sinadi, lekin hali uni qabul qilmadi. Katta futbol faqat texnika emas, bu kuch, tezlik va agressiya. Aynan shu yerda savol paydo bo'ldi: Toni Kroos bu darajaga mos keladimi? Tanqidlar sekin emas, tez keldi. Sekin, yumshoq, Bundesliga uchun yetarli emas. Bu so'zlar gazetalarda yozildi, studiyalarda aytildi, tribunalarda pichirlandi. Lekin eng og'iri bu so'zlar ichkariga kirib kelishi edi. Bu joyda ko'p futbolchilar sinadi. Kimdir o'zini yo'qotadi, kimdir esa shovqin bilan javob beradi. Kroos esa yana jim bo'lib qoldi. U o'zini kuch bilan o'zgartirmadi, u o'zini tezlik bilan aldamadi. U o'z o'yinini tashlab ketmadi. Chunki Kroos bitta narsani tushunardi: agar sen o'zingni yo'qotsang, bu darajada baribir yutqazasan. Ammo haqiqat ham bor edi. U shu joyda to'xtab qolgan edi. Unga maydon kerak edi. Xato qilish uchun joy, ritmni his qilish uchun vaqt. Bu sinovga ikkita yo'l bor edi. Yoki sen bosim ostida yo'qolasan, yoki sen bir qadam ortga chekinib o'zingni qayta topasan. Odamlar meni ko'p marta sekin harakatlanadi deb aytishgan. Dastlab bu gaplar quloqqa yoqmaydi albatta. Lekin bir payt kelib men o'zimga savol berdim: men tezkor bo'lishim kerakmi yoki yaxshiroq qaror qabul qilishimmi? Agar sen o'zingni majburan o'zgartirsang, ichki ishonchingni yo'qotasan. Men o'zimni yo'qotmaslikni tanladim, chunki futbolchining eng katta quroli bu o'ziga bo'lgan ishonchi.
Kroos uchun bu qadam Leverkusen edi. Bu qochish emasdi, bu mag'lubiyat ham emasdi. Bu o'zini topish uchun berilgan vaqt edi. Bu yerda undan darhol g'alaba talab qilinmadi. Bu yerda unga bitta narsa berildi: maydon. Xato qilish uchun, o'ylash uchun va o'z ritmini his qilish uchun maydon. Kroos shu joyda o'zining asl rolini his qila boshladi. U endi chetda turgan yosh bola emasdi. U endi o'yinni bog'laydigan futbolchi edi. Bir teginish, ikkinchisi qaror, to'g'ri pas. Leverkusenning Kroos bitta muhim narsani tushundi. U kuchli bo'lishi shart emas, u to'g'ri bo'lishi kerak va u to'g'ri bo'la boshladi. O'yinlar o'tdi, ishonch qaytdi va eng muhimi Kroos o'z o'yiniga yana ishona boshladi. Bu joyda u shuni anglab yetdi. Uning sokinligi kamchilik emas, bu uning quroli. Leverkusen Kroosni yulduzga aylantirmadi, lekin uni tayyor qildi. Chunki endi u bir joyga qaytardi. Bu safar boshqa Kroos bo'lib va u joy yana Myunxen edi. Va aynan shu paytda Bavariyaga Pep Guardiola keldi. Pep futbolchilardan tezlikni emas, fikrni talab qilardi. U yugurishni emas, qarorni o'rgatardi. Va Kroos bu joyga juda mos tushdi. Pep uchun Kroos pas beradigan futbolchi emasdi. U maydonning miyasi edi. U bosim ostida shoshilmasdi, xatoni kuch bilan yopmasdi. U xatoni qaror bilan yo'qotardi. Bitta teginish, ikkinchisi qaror va butun jamoa joyiga tushadi. Pep davrida Kroos shuni anglab yetdi. Futbol faqat oyoqlar bilan o'ynalmaydi. Futbol miya bilan o'ynaladi. U har bir pasni yugurishdan oldin o'ylaydi. U har bir xatoni sodir bo'lishidan oldin to'xtatardi. Bu raqamlar uchun emasdi, bu nazorat uchun edi. Pep Guardiola bilan ishlash menga juda ko'p narsani o'rgatdi. U futbolni murakkablashtirmasdi, aksincha soddalashtirardi. Qayerda turish kerak, qachon pas berish kerak, qachon umuman aralashmaslik kerak. Mana shu mayda detallarni tushuntirardi. Men shuni angladimki, agar sen to'g'ri joyda bo'lsang, yugurishing kamroq bo'ladi, lekin ta'siring ko'proq bo'ladi. Futbol ko'pincha oyoq bilan emas, miya bilan yutiladi. Bavariya bilan Kroos chempion bo'ldi, lekin maydon ichida yana bitta savol paydo bo'la boshladi. Pep Kroosni xohlardi, maydon xohlardi, lekin klub ikkilanardi. Va Kroos uchun eng sokin odamlar qiladigan eng og'ir ish yaqinlashardi. Katta qaror. U qulaylikni tanlaydimi yoki butunlay yangi sahnani? Bu qaror uni afsonaga aylantirishi ham mumkin edi, yoki aksincha, hammasini o'zgartirib yuborardi. U Myunxendan ketdi. U kafolatdan voz kechdi. Va futbolning eng talabchan sahnasiga keldi, Real Madrid. Bu transfer hammani hayratda qoldirdi. Juda arzon deyishdi. Bavariya xato qildi deyishdi. Madrid esa bahslashmadi. Madrid tekshirdi. Bu yerda hech kim senga moslashmaydi. Bu yerda sen moslashasan. Bernabeuda vaqt kam, xatoga joy yo'q, bosim doimiy. Va aynan shu joyda Kroosni ko'rishdi. U yugurib ko'zga tashlanmadi, u qichqirmadi, u yetakchilikni talab qilmadi. U nazoratni oldi. Bir pas bilan u tempni o'zgartirdi. Ikkinchi pas bilan u bosimni sindirdi. Uchinchi pas bilan u hujumni boshladi. Madrid shuni tez tushundi. Bu futbolchi chiroy uchun emas, bu futbolchi tartib uchun. Real Madrid yulduzlarni ko'rgan, afsonalarni ko'rgan, lekin Kroos bu yerda boshqa rolni oldi. U o'yinning tinch markazi edi. Bosim kelganda pas beradi, shovqin ko'payganda esa u sekinlashtiradi. Kuboklar kela boshladi, finallar, Chempionlar Ligasi. Bu g'alabalar baqirib olinmadi, ular nazorat bilan olindi. Kroos har safar bir xil qoldi. Real Madrid Kroosni yulduzga aylantirmadi. U allaqachon yulduz edi. Real Madrid uni standartga aylantirdi. Lekin bu hikoya bitta odam haqida emasdi. Chunki uning yonida yana ikkita nom bor edi. Va ular birga futbol tarixidagi eng mukammal muvozanatni yaratishdi. Chempionlar Ligasi futbolning eng baland sahnasi. Bu yerda bir marta yutish ham oson emas. 2 marta kamdan kam. 3 marta ketma-ket esa tarix. 2016-yil final, bosim, asab va maydon markazida yana o'sha muvozanat paydo bo'ldi. Casemiro orqani yopardi. U xavfni o'ziga olardi. Modric harakat keltirardi, bo'shliq topardi, bosimdan chiqardi. Kroos esa hammasini joyiga qo'yardi. Kroosning vazifasi gol urish emasdi, assist ham shart emasdi. Uning vazifasi bitta edi, finalni boshqarish. 2018-yil, 3-final, 3-imkoniyat. Bu joyda ko'p jamoalar sinadi. Bu joyda ko'p futbolchilar bosimga beriladi, lekin bu uchlik yana o'sha holatda qoladi. Casemiro devor, Modric harakat, Kroos esa tinchlik. 3 yil, 3 final, 3 kubok. Bu tasodif emasdi, bu omad ham emasdi. Bu standart edi.
Bu 3 yil davomida Real Madrid markazini bir soniyaga ham yo'qotmadi, chunki u yerda himoya bor edi, harakat bor edi va barchasini ushlab turgan sokin aql bor edi. Toni Kroos Chempionlar Ligasini baqirib yutmadi. U kuboklarni nazorat bilan egalladi. Final o'yinlarida hissiyot juda xavfli bo'ladi. Agar sen haddan tashqari hayajonlansang, xato qilasan. Men har doim finalni oddiy o'yin sifatida ko'rishga harakat qilganman. To'p bir xil, maydon bir xil, pas ham bir xil. Faqat farq bosimda bo'ladi. Agar sen bosimni qabul qilsang, o'yin sening nazoratingda qoladi. Biz ketma-ket yutganimiz tasodif emas edi. Biz maydon markazini hech qachon yo'qotmaganmiz. Lekin Kroos uchun eng sovuqqon sinov hali oldinda edi. U o'z yurtida, eng keskin sahnada, butun dunyo qarshisida. Eng katta sahnada hamma bir xil bo'lmaydi. Kimdir yonadi, kimdir shoshiladi, kimdir bosimga beriladi. Kroos esa sovuqqon qoladi. 2014-yil Jahon chempionati, yarim final. Raqib Braziliya. Uy maydoni, butun mamlakat qarab turibdi va tarix shu yerda buriladi. Birinchi gol, keyin ikkinchisi, keyin uchinchisi va Kroos o'yinni tezlashtirmaydi. U o'yinni nazorat qiladi. Bu shovqinli g'alaba emasdi. Bu hissiyotli portlash ham emasdi. Bu sovuqqon reja edi. 2 gol, 2 assist, 1,5 soatlik mutlaq nazorat. Tablo 7-1, stadion jim. 7-1 bu natija emas. Bu xotira, bu futbol tarixiga zarba bo'ldi va o'sha zarbani Kroos jim turib berdi. Bu o'yinda u sakramadi, u baqirmadi, u o'zini ko'rsatmadi. U shunchaki yana to'g'ri qarorlar qabul qildi. 2014-yil Toni Kroosni chempion qildi, lekin u allaqachon boshqa darajada edi. U bosimda ham o'zini yo'qotmaydigan futbolchi edi. Endi faqat bitta savol qoldi. Bu sovuqqonlik futbolda nimani qoldirdi? Kroosning merosi gollar emas, uning merosi highlight videolar ham emas. Uning merosi qanday qilib o'yinni ko'rish kerakligini o'rgatganida, qachon pas berish, qachon kutish, qachon shoshilmaslik. U shuni isbotladi. Futbolda tezlik majburiy emas, aniqlik majburiy, kuch majburiy emas, qaror majburiy. Men o'zimni hech qachon afsona deb hisoblamaganman. Men shunchaki har safar maydonga chiqqanimda bir xil darajada o'ynashga harakat qilganman. Balki mening eng katta yutug'im ham shu bo'lgandir. Barqarorlik. Futbolda hamma tez bo'lishni xohlaydi, lekin barqaror bo'lish qiyin. Agar kimdir mening o'yinimdan shuni tushungan bo'lsa, demak men futbolga nimadir qoldirganman. Toni Kroos ko'p narsa bo'ldi. Chempion bo'ldi, jahon chempioni bo'ldi, Chempionlar Ligasi g'olibi bo'ldi bir necha marta. Lekin u eng avvalo standart bo'ldi. Bu video tezlik haqida emasdi. Bu video shovqin haqida emasdi. Bu video sokinlik bilan futbolni egallagan odam haqida edi. Toni Kroos, sokin afsona.